Tasavvur qiling, Luffy qaroqchilar qiroliga aylandi va One Piece xazinasini topdi va ancha-muncha mashhurlikka ega bo'ldi. Xo'sh, shundan keyin qandaydir sabablar bilan marinlar, ya'ni dengiz harbiylari Luffyni qo'lga tushirishdi va Luffyni qatl etishga buyruq berishdi. Shunday vaziyatda nima bo'ladi deb o'ylaysiz? Xo'sh, buni video davomida gaplashamiz. Undan oldin videoga bittagina like bosib qo'ying. Albatta, qaroqchilar qiroliga aylangan Luffy qo'lga tushsa va qatl etiladigan bo'lsa, bu juda ham katta jangga olib keladi. Va shu bilan birga hukumatning qulashi ham mana shu vaqtda sodir bo'ladi. Albatta, bu jangda Somon shlyapa ekipaji bosh rollarni o'ynaydi. Zoro, Sanji va Jinbe. Bu odamlar Luffy uchun o'z jonini ham berishga tayyor bo'lganlardan biri. Va qolgan jamoa a'zolari ham hukumatga qarshi chiqish uchun yig'ilishadi. Va Somon shlyapa ekipajidan keyin asosiy bo'lgan flotlardan biri buyuk flot yig'ilishi bo'ladi. Luffyning hozirning o'zida 5600 dan ortiq flot a'zolari bor. Albatta, bu sonlar Luffy qaroqchilar qiroliga aylangandan keyin 10 dan ham oshib ketishi aniq. Va bu kam son emas, 10 kishi, tasavvur qilib ko'ring. Va agar bilsangiz, Luffy uchun jangga kiradigan qirolliklar ham ko'p. Misol uchun Alabasta, Dressrosa, baliq odamlar va shu bilan birga Wano qirolligi. Bu davlatlarning barchasi Luffy tufayli ozodlik va tinchlikka erisha olgan davlatlardir. Shuning uchun ham ular Luffyga yordam berish uchun albatta kelishadi. Bu jangdagi yana bir eng muhim odamlardan biri bu Dragon. Dragon jahon hukumatining eng katta dushmani bo'lib, agar uning o'g'li qatl etiladigan bo'lsa, bu inqilobchilar armiyasi uchun urush boshlashning asosiy sababi bo'ladi. Albatta, bu jangda Sabo ham qatnashadi. Va inqilobchilar armiyasida ham kuchli odamlar ko'p. Va Luffyning qaroqchi bo'lishiga sabab bo'lgan odam Shanks ham urushga qo'shiladi. Shanks Marinefordda urushni to'xtatgan edi, lekin bu safar u Luffyni qutqarish uchun keladi. Yonko darajasidagi kuchlar bu urushga qo'shilsa, bu aniq hukumatning qulashi bo'ladi. Yana bittasi qolib ketibdi, albatta Amazon Lily ham jangga qo'shiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agarda Luffy qatl qilinadigan bo'lsa, bu oddiygina urush emas, bu butun jahon urushiga olib kelishi mumkin va bu jahon hukumatining qulashiga olib keladi. Chunki bu safar urushda faqatgina qaroqchilar emas, balki qirolliklar va Yonko darajasidagi kuchlar ham juda ham ko'p. Sizningcha Luffyni qutqarishda kim eng katta rolni o'ynaydi? Dragonmi, Shanksmi yoki qirolliklarmi? Buni albatta kommentariyaga yozib keting. Va shu bilan videomiz tugadi.